Xalqimizda elni yo tulpori yoki polvoni tanitadi degan gap bor. Yaqin yillarda Surxondaryo, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlarida tashkil etilgan katta ko'pkari musobaqalarida to'riq rangli saman bedo ishqibozlarning sevimli otiga aylanib qolgan edi. Navbatdagi lavhamiz qariyb 25 yilga yaqin elning orini olgan Metan laqabli tulpor haqida tayyorlangan. Og'ilda tug'ilgan qulunning taqdiriga nimalar bitilganini, qay xonadonga borib xizmat qilishini hech kim bilmaydi. Yillar o'tib, ehtimolki u elini, egasini tanitadigan nomdor tulpor bo'lar. Osmono'par tog'lar bag'rida joylashgan So'lim Machay qishlog'ida tug'ilgan to'riq rangli qulunning ham manglayiga elning orini olib, dovruq solib uloq chopish bitilgan edi. Surxon vohasidan ko'plab saman tulporlar chiqqan. Bu bedov otlar el yurt toshib, to'y tomosha sayillarga o'zgacha fayz bag'ishlagan. Ko'pkari ishqibozlarining olqishu hayratlariga sazovor bo'lgan. Asrimizning 2-dekadasida O'zbekistonning janubiy hududlarida Metan laqabli ot shiddati bilan ko'pkari ixlosmandlari orasida dovruq qozondi. Jonivor qay go'shagaki bormasin, o'zi ham, egasi ham, chavandozi ham izzatli bo'ldi. Mana bu ko'rib turgan otlaringiz Metan. Bu Surxondaryoning ori. Haqiqiy bir ot desa otda, oting bormi ot degan ot bo'lgan, lekin men afsuski hozir yoshi anchaga kirib qoldi. Qarib 30 ga kiryapti Metan. Uzoq yil chopgan otlardan biri hisoblanadi. Bunday uzoq yil ot chopish qiyin masala bo'ladi. Metan juda bir ajoyib yaxshi ishlar qilganki, Metanning zotini bekavul yanglishib qolib, ko'rmay qolib olmagan bo'lsa ham, qaytarib yana qaytib kirib ayirgan joylari juda ko'p. Metan bilan shu masalan bitta chavandozga juda bir ma'qul tushadi-da, ot bilan chavandoz ikkalasi bir-biriga kelishgan bo'lishi kerak asosanda. Metan shu Odil chavanlarni buni Metanni juda ko'p chavandoz chopgan. Lekin Odil chavanga ko'proq moslashadi. Qandaydir ikkalasi pig'inxon gaplashadiganday. Taniqli chavandozlar ham to'riq tulporni havas bilan minib, to'daga qo'l cho'zdi. Katta sovrinlarni ayirdi. Lekin to'riq saman o'z davrining zo'r tulpori sifatida, o'z davrining eng zo'r chavandozi bilan yaxshi til topishib oldi. Aynan Odil Chavag'on va Metan juftligi ko'pkari maydonida aql bovar qilmas ishlarni amalga oshirib tashladi. Metanni birinchi minganimda buni his qilganman, bu qanaqa otligini. Bu ham meni his qilgan qanaqaligini. Ikkalamiz gaplashardik-da. Buni hamma el yurt biladi buni. Buni qilgan ishini hech kim qila olmaydi buni. Uloqqa shunday haydayman, bir katta uloq bo'layapti. Dehqonobodda. Juda katta uloq bo'layapti. Tuya degan zot ko'tarilib ketdi. Buni Ziyodla polvon deydi, Abi degan buni Ziyodla polvonning jiyani bunga qarardi. Olib ketdi deyapman, ot kelmayapti-da. Men tuya ko'tarilib ketdi boyagi zot. Olib keldi buni. Ot bilan shunday ketyapman, Xudo berganda bunga. Oldimga taka kelib to'xtayapti-da. Shunday kiryapman, ko'p o'tgan bo'lsa 1,5 minutdan o'tgan ayirib tashlayapman shu o'sha zot. Endi bu otni men ko'proq chopdim. Avvaliga Qumqo'rg'onlik Ziyodulla polvonning to'risi yoki Marshal laqabi bilan tanilgan ot keyinchalik Metanga aylandi. Akbar, Shodi va Xurshid polvonlar xonadonida o'z egasiga, eliga xizmat qilgan otning ayirmagan sovrini qolmadi. 2020-yilda uzoq yillik kutilgan voqea ro'y berdi. Metan laqabli ot ko'pkaridagi sherigi Odil Chavag'onning otasi To'ra Chavandoz xonadoniga transfer qilindi. Bu otni nafaqat egasi bo'lgan kishilar, balki elu xalq yaxshi ko'radi. Lekin Odil Chavag'onning bu tulporga bo'lgan mehri tamoman bo'lakcha. Metan laqabli ot qay xonadonning qozig'ida turmasin, o'z egasiga borini berib xizmat qildi. Suruvlab tuya, ot, ho'kiz va qo'ylar, qimmatbaho sovrinlar ayirdi. Borgan ko'pkarilarini qizitdi. Aslida asl tulporlar kishi moli bo'lmaydi, elniki bo'ladi. Afsonaviy Metan ham Surxondaryoning eng bedov otlari sifatida o'z nomini tarix sahifalariga tuyoqlari bilan mixladi.